Men o'zining yagona baxti bo'lgan sevgilisini eng dahshatli tarzda yo'qotgan yigitman. U menga shunday shart qo'ydiki, mening ko'kragimdan yuragimni sug'urib olgandek bo'ldi. U nogiron singlingni mehribonlik uyiga topshirsangina senga tegaman deganda. Men sevgining naqadar xudbin, naqadar shafqatsiz bo'lishi mumkinligini tushunib yetdim. Lekin meni bu holatga solgan o'sha yillar oldin tungi ko'prikda sodir bo'lgan qonli voqea edi. Agar o'sha tunda nimalar bo'lganini bilganingizda, balki siz ham men kabi o'z hayotingizdan kechib yuborgan bo'larmidingiz. Assalomu alaykum. Hayotning shafqatsiz o'yinlari va inson qadrining pul bilan o'lchanadigan jirkanch yuziga qiziqadigan qadrdon hikoyachi Momo kanalining obunachilari. Agar siz bizning dard va alamga, shu bilan birga matonatga to'la dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq o'tirib oling. Chunki bugun men sizlarga o'z singlimning aravachaga mixlanib qolish sababini va chinakam erkaklik g'ururi sevgi deb atalmish sarobdan qanchalar ustun ekanligini so'zlab beraman. Bu mening iqrorim, mening qasamiyodim. Mening ismim Sherzod. Erta otasiz qolgan, onamning qadoq qo'llari bilan katta qilingan oddiygina yigitman. Oilamizda menda bitta omonat bor edi, yagona singlim Madina. Men uni ko'zimning qorachig'idek asrardim. Onam bechora maktabda farroshlik qilib bizni boqdi. Men yoshligimdan ustachilikka shogird tushib, ro'zg'or aravasini tortishga majbur bo'ldim. Hamma narsa yetishmovchilik, qiyinchilik bilan o'tardi, lekin uyimizda eng katta boylik bor edi, bizning mehrimiz. Yillar o'tdi. Men o'z ishimning ustasi bo'ldim, shogirdlar chiqardim. Hatto katta boylarning dang'illama uylarini ham ta'mirlaydigan eng zo'r ustaga aylandim. Ishlarim yurishib, hayotimiz iziga tushib qolgandi. Lekin inson bolasi to'qlikka ham, yo'qlikka ham sinalar ekan. Men ishlagan o'sha dang'illama hovlilardan birining egasi, boy va nufuzli tadbirkorning yolg'iz qizi bor edi. Uning ismi Sevara edi. Biz u bilan yashirincha ko'z urishtirib yurardik. U meni, men uni derdim. Sevara uchun mening boyligim yo'qligi qiziq emasdek tuyulardi. Uning dadasi ham mening halolligim, mehnatkashligimni hurmat qilar, o'zining boy o'rtoqlariga maqtab yurardi. Men baxt osmonida uchardim. Yaqinda sovchi qo'yaman, orzularimga yetaman deb xom xayol qilib yurardim. Lekin shayton aralashmagan ish bo'lmaydi deyishgani rost ekan. Bir kuni Sevara men bilan uchrashishga chiqdi. Uning ko'zlarida qandaydir o'ychanlik bor edi. Biz uzoq gaplashdik. U otasi yosh va kambag'al usta kuyovga unchalik rozi bo'lmasligi mumkinligini, lekin bir shart bilan rozi bo'lishga harakat qilib ko'rishini aytdi. Sherzod aka, dedi u qo'llarimdan tutib. Dadam sizni qadrlaydi. Lekin bitta muammo borda. Qanday muammo, jonim? Nima desang tayyorman, dedim men oshqona, ko'zlariga termulib. U chuqur nafas oldi va hayotimdagi eng dahshatli, eng irkanch so'zlarni aytdi. Biz to'y qilsak bizning uyda dabdabada yashaymiz. Dadam yordam beradi. Lekin singlingiz Madina, uni o'zimiz bilan olib keta olmaymiz-ku. Har holda u nogiron aravachada. Qachondir onangiz dunyodan o'tsa, unga kim qaraydi? Dadam shahar markazidan zo'r, juda elita darajasidagi mehribonlik uyi, ya'ni internat topib qo'ydilar. O'sha yerga joylashtiramiz. Unga qarashadi, yuvadi, taraydi. Siz esa asabingizni buzmay men bilan baxtli yashaysiz. Mening quloqlarim ostida momaqaldiroq gumburlagandek bo'ldi. Men avvaliga tushunmadim. Ishonmadim. Bu farishtadek ko'ringan qizning og'zidan chiqyaptimi shu gap? Nima? Singlimni, o'zimning qonimni internatga topshiramanmi deb o'rnimdan sapchib turib ketdim. Men sog'-salomat ekanman, mening singlimni hech kim, tushunyapsanmi, hech kim birovning eshigiga xor qilib qo'ymaydi. Agar sening baxting uchun mening singlim halal berayotgan bo'lsa, senga o'xshagan sevgini ham, sening boyligingni ham yer yutsin.
U yalinmoqchi bo'ldi, o'zini oqlamoqchi bo'ldi, lekin men orqamga ham qaramay ketdim. O'sha kuni men sevgi degan narsaga nuqta qo'ydim. Mening yagona sevgim aravachada derazadan men kelishimni mo'ltirab kutib o'tiradigan singlim edi. Siz balki hayron bo'layotgandirsiz. Nega singlisi aravachada deb? Bu voqea mening yuragimdagi eng qonli yara. Men buni eslasam o'zimni kechira olmayman. O'shanda Madina 9-sinfni bitirayotgan, go'zallikda tengi yo'q quvnoq qizaloq edi. Bitiruv kechasi. Sinfdoshlari bilan qishloqning tepa mahallasiga yig'ilishgan edi. Men u paytlar shogirdlikda edim, kechgacha ishdan bo'shamasdim. Onam qorong'i tushmasdan qayt deb tayinlagan bo'lsalarda, yoshlik qilib yig'in cho'zilib ketgan. O'sha bazmga mahallaning bezorisi, tuman hokimining erkatoy o'g'li Zafar aralashib qoladi. U ichib olgan, Madinaga ko'z olaytirgan, bezorlik qilgan. Madina qo'rqib ketib, sinfdosh yigiti, bosiq, sportchi bo'lgan Sanjar bilan uyga qaytishga shoshiladi. Ular tezroq yetib olish uchun yozi bilan suv qurib qoladigan anhor ustidagi eski taxta ko'prikdan o'tishga qaror qilishadi. Qorong'ulik tushgan. Eski ko'prikning g'irchillashi va orqadan kelayotgan mashinaning dahshatli yorug'ligi. Zafar va uning sheriklari yo'lni to'sib chiqishadi. Zafar mashinadan tushib mast holda, "Qayerga qochyapsan, go'zalim? Men kuzatib qo'yaman" deb Madinaga yopishadi. Sanjar yigitlik g'ururi bilan ularga qarshi turadi. 5 kishiga bir o'zi. Mushtlashuv boshlanadi. Sanjar ularga yaxshigina zarba beradi, lekin Zafarning bitta sherigi orqadan kelib Sanjarning boshiga temir bilan uradi. Sanjar qonga belanib yiqiladi. Madina dahshatdan dod solib qochmoqchi bo'ladi. U ko'prik chetiga tisariladi. Zafar uning ustiga bostirib kelganda Madina muvozanatni yo'qotib quruq toshloq anhor tagiga qulab tushadi. 10 metr balandlikdan musiqa dahshatli og'ir tus oladi. O'sha tun mening uyimga faryod olib keldi. Men shifoxonaga qanday yetib borganimni bilmayman. Singlim operatsiya xonasida yotardi. 6 soatlik azob va shifokorning sovuq xulosasi, umurtqa pog'onasi qattiq shikastlangan. Singlingiz boshqa yura olmaydi. Men osmonni yorib yuborgudek dod soldim. Zafarni izlab topdim. Uni bo'g'ib o'ldirishga tayyor edim. Lekin uning puli, otasining amali bizning dodvoyimizni bosib ketdi. Baxtsiz hodisa deb ishni yopdi-yu, u haromi qutulib qoldi. Lekin men Xudoning adolatiga ishonaman. Ularning baribir jazosini olishini bilaman. O'sha kundan beri mening hayotimning mazmuni bitta, singlimni baxtli qilish. Men u uchun yashayman. Uni aravachada ko'tarib, xuddi kichik qizaloqdek yuzini yuvaman, ovqatini yeyishiga yordam beraman. Onam men bilan faxrlanadi. "O'g'lim, sen haqiqiy tog'san", deydilar ko'zlarida yosh bilan. Men ba'zan singlim o'sha nogironlik aravachasida o'tirib derazaga ma'yus qarab turganda ichim tilinib ketadi. Lekin uning yoniga kelib tabassum bilan, "Akang qurbon, nega g'amginsan? Qani ketdik, bog'ni aylanib kelamiz", deyman. Menga xudbin sevgi, pastkash boylik kerak emas. Men halol mehnatim bilan, peshona terim bilan topgan pulimga roziman. Men uy quryapman. Faqat onam va singlim uchun. Qachondir shunday qiz uchraydiki, u mening mehnatimni, mening singlimni xuddi o'zinikidek qabul qiladi. Men bunga ishonaman. Azizlar, bu hayotda eng arzon narsa boylik va xiyla ekan. Eng qimmatbaho narsa esa oila. Jigarlar, hech qachon qanday chiroyli va'dalar bo'lmasin, o'z qoningizni begona qilmang. Ota-onangiz, aka-uka, opa-singilingiz sizning yagona chin do'stlaringizdir. Agar shu yozilmagan qoidani buzadigan bo'lsangiz, hayotingiz do'zaxdan farqi qolmaydi. Siz mening qismatim haqida nima deb o'ylaysiz? Mening qarorim sizga manzur bo'ldimi? Iltimos, izohlarda o'z fikringizni yozing. Sizning daldangiz biz uchun eng katta kuch. Agar shu og'riqli xato va quvonchli yakun kimningdir ko'zini ochsa, men maqsadimga yetgan bo'laman. Kanalimizga obuna bo'ling va videoni tarqating. O'zingizni, oilangizni ehtiyot qiling. Xayr.